Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. San'at bobidan yana bir cho'lpon saqidi. Shuhrat Zokirning Qashqarni ko'zdan kechirishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan. Jingjo'dga kelkun haftada qolgan 4 mingdan ortiq mashinalar egisiz qoldi. Kelimatning isib ketishi yer shariga tahdid bo'lmoqda. Uyg'urlarning to'g'apchilik madaniyati haqida tuvanda dehqonlar xabarlarimizdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin. Atalmış Şinjan Uyghur Abnum rayoni kino va televiziya tarjim markazining birga qodir, ko'pga mahir talantliq ovoz aktyori. Obraz yaratish san'atida o'zining yuqori mahorati bilan xalqimiz orasida cho'nqur o'rnagan Cho'lpon turg'un qurbon davolash unum bermay 10 avgust Urumchi vaqti soat 10 dan chorak o'tganda o'pka kasali bilan 53 yoshida vafot bo'ldi. Turg'un qurbon 1968-yili Sharq Turkiston Aqsu viloyatining Bay noyisi dunyoga kelgan bo'lib, o'rta maktabni Bay noyisida o'qib, 1984-yili atalmış Şinjan San'at institutining aktyorlik kasbiga qabul qilingan. Shundaqla a'lo natija bilan bitirib, atalmış Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni kino va televiziya tarjim markaziga ovoz artistligiga qabul qilingan. Turg'un qurbon bu 33 yillik xizmat jarayonida mamlakatlik birinchi darajalik ovoz artisti bo'lgan. 10 ming qismdan ortiq tarjim filmlarga ovoz bergan va rejissyorlik qilgan. O Angliya ishlagan 5-boshqarma harakatda televiziya filmida bosh rol Kavliga, 3 podshohlik haqida qissa filmida bosh rol Savsavga ovoz bergan. Shir podshoh karton filmida 4 xil personajga ayrim obraz yaratib, filmning badiiyligini yuqori ko'targan. Tutunbegi filmida bosh rol Tutunbegiga ovoz berib, Tutunbegining xarakteri alaydiligini, individual xususiyatini asli personajning uslubidan texmi yuqori mahorat bilan aks ettirib, ko'rurmanlarda unutilg'isiz asli bilan qoldirgan. Allah merhumның günahlarını afo qilsin. Amin. Meni mi? Yeningga tortilmoqchi hojimcha. Ilgari, men nima ish qilsam, seni yeningga tortib olatdim-ku. Ha? Men tushundigini jo'le eslatdim ha. Qo'rq kapalı. Xitoycha xabarlardan ma'lum bo'lishicha, atalmış Şinjan Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatning raisi Shuhrat Zokir yaqinda Qashqarda tekshirib tadqiq qilishda bo'lganda, Qashqarning o'z afzalligini joriy qildirib, yangi ideya, yangi taraqqiyot qurilmasi shakllantirib, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surish, har turli xizmatlarni umumyuzlik qanot yaydirishni ta'kidlagan. Shuhrat Zokir bu ziyoratida atalmış Şinjanning bexatarligini qo'g'dash namunachisi, Tojik millatidan bo'lgan Lachin Bayqaning oila tavobatlarini yo'qlagan. Toshqo'rg'on Tojik avtonom noyisiga selingan aerodromni va Qashqar iqtisodiy taraqqiyot rayonini ko'zdan kechirgan. Shuhrat Zokir bu qatim Qashqarni ko'zdan kechirish yig'inida qilgan so'zida Toshqo'rg'on aerodromi va Xitoy-Pokiston temir yo'li qurilishini tezlatib, tosh yo'l, temir yo'l, havo yo'li birlashgan zamonaviy qatnash to'g'ri barpo qilib, Qashqarni atalmış bir balvog' bir yo'l iqtisod balvog'ida muhim rol o'ynaydigan, yechib etilgan ham zamonaviylashgan viloyat qilib qurib chiqishni o'ttirib qo'ygan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur Abnum rayonining raisi Shuhrat Zokir 28-iyun kuni atalmış Şinjan universitetini ko'zdan kechirganda Xitoy raisi Xi Jinpingning yangi davr sotsializm ideyasi va Xitoy kompartiyasining ma'rif yetakchi ideyasini qo'ral qilib, atalmış 2-da 1-qatorga o'tish qurilishini ilgari surishni ta'kidlagan. Xitoy hukumati o'tirib qo'ygan 2-da 1-qatorga o'tish qurilishi bo'lsa, 1-qatordagi oliy maktab, 1-qatordagi ilm-fan qurilishi bo'lib, Xitoyning kelgusi 100 yilda dunyoda ilm-fan sohasida 1-qatorga o'tish va Xitoy orzusini amalga oshirish planini ko'rsatadi ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Shuhrat Zokir o'tirib qo'ygan planlar Xitoyning Qashqarni markaz qilib, Pokiston va Afg'onistonga tutishadigan iqtisod koridori qurib chiqish strategiyasini ko'rsatib berdi ekan. Xitoyning Qashqarni qandaqdir echib etilgan zamonaviy shaharga aylantirmoqchi bo'lishi amaliyotda bu joyni haqiqiy Uyg'ur madaniyatidan ayirib etilgan, xitoylashgan shahar qilib qurib chiqish g'arazini oshkorlab berdi ekan. Shuhrat Zokir ta'kidlagan Xi Jinping ideyasi va kompartiyaning yetakchi ma'rif ideyasi ular o'zlari da'vatgan 2-da 1-qatorga o'tish qurilishiga tamoman zid bo'lib, o xil ideya bilan atalmış Şinjan universitetini gullantirish u yoqda tursin, balki uni sepi o'zidan partiya maktab qilib qurib chiqib bo'ladi ekan. Yaqinda Xitoyning Jingjo'dagi kelkun ofatida suvda g'arq bo'lgan 4 mingdan ortiq mashinaning so'rti oshkorlangan. Shuning bilan Jingjo'dagi kelkunda qazo qilganlarning soniga yana bir qatim savol qo'yilgan. Xitoy Sharq to'rining xabar qaraganda 4-avgust kuni Jingjo'dagi kelkun ofatida suvda g'arq bo'lgan, suvda qolgan mashinalarni to'xtatish maydonining havodan tortilgan so'rtida ko'rsatilishicha
4000 dan ortiq mashina butkul to'xtash maydoniga liq to'lgan bo'lib, kishini hayron qoldirgan. Bu mashinalarning ko'pinchisi lay sug'i chilangandan keyin tashqi qiyofati og'ir ziyonga uchirgan ekan. Nurg'un turdoshlar rasmlarni ko'rgandan keyin bu mashinalarning egalari nada? Xo'jayinlar nimishqa mashinasini olib ketmaydi? Bu mashinalarning egalari ajiba kelkun ofatida o'lgandimi degan savollarni so'ragan. Bir hafta ilgari Xitoy Kompartiyasi Jingzhoudagi kelkunda qazo qilganlarning sonining 302 ga yetganligini va 50 ming odamning yo'qolib ketganligini e'lon qilgan. Ammo bu sonning chilliqida sirtqi dunyo tarafidan so'roq qilingan bo'lib, Xitoy Kompartiyasining ofatda jinidan ayrilganlarning haqiqiy sonini og'ir darajada yushirdi deb qaragan. Birleşken Devletler Teşkilatı Hükümetleraro Klimat Özgürüş Alohida Komiteti 9 avgust dushanba kuni e'lon qilgan yangi tadqiqot dokladida yer sharining isib ketishining intayin og'ir va tez ekanligi, har qaysi davlat rahbarlari tomonidan 2015-yil bekitgan 1,5 Selsiya graduslik yuqori chekning 2030-yil bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres bu dokladning insonlarga qizil ogohlantirish ekanligini, Taşqa aylangan yiqilg'ining kuyishi va o'rmon kesishdan kelib chiqqan parnik gazlarini qo'yib berish yer sharining eng cho'ng qotili bo'lib, necha milliardlagan kishilarni bevosita xatarga duchor qilayotganligini, yer sharining isib ketishi yer sharidagi har bir rayonga ta'sir ko'rsatayotganligini, bu o'zgarishlarning ko'pinchisini asliga keltirgili bo'lmaydiganligini ta'kidlagan. 234 olim tayyorlagan 3000 betlik bu dokladda klimatning isib ketishining dengiz yuzining o'rlishini tezlatganligini, yana issiq to'lqin, qurg'oqchilik, qattiq yomg'ir va kelkun qatorliq favqulodda havo rayining uda nacharlashini keltirib chiqardiganligini, bir tarafdan issiq balvoq bo'rni kuchayib, o'lig'in kunsir kuchaysa, yana bir tarafdan shimoliy qutb muz qavati yozda erib, hatto mangulik to'ng yerlarni erishga boshlaganligini, bularning hammasining davomli nacharlashidiganligini, yer sharining temperaturasining davomli o'rlishiga ergishib, nurg'un rayonlarning favqulodda havo rayiga duch kelib qolmay, yana bir vaqtda ko'p xil klimat ofatining hujumiga uchraydiganligini bildirib, hozirgi Turkiya, Gretsiya va Amerikaning g'arbida ko'rilgan alohida issiqlik, qurg'oqchilik va o'rmon ofatining bir vaqtda yuz berishi keng ko'lamli o't ofatni keltirib chiqarganligini ko'rsatgan. To'g'apchilik xalqimizning uzoq tarixiy taraqqiyotidagi xos ichimlik madaniyatining muhim namoyandasi. U kishilar yozning to'muz issiq kunlarida ichib huzurlanadigan, shundaqla issiqini, ya'ni qo'qoqni oladigan, mijozni tangshaydigan xususiyatlarga ega ichimlik. Uning xuruji muz, qatiq, qaymoq, suv, uzum shirnisi qatorliqlardan iborat. Sharq Turkistonda qish bilan yozning farqi aniq. Ajdodlarimiz mana shundaq farqlarga asosan qishda kengligi 5-6 metr, cho'nqurligi 7-8 metr keladigan o'rak qo'lab, osti va atrofini qo'mush, shox shumi bilan to'sib, muzxona, ya'ni ibtidoiy to'nlatish iskoloti yasab, uningga qishda daryo ko'llardagi to'nlagan muzlarni qachilab saqlab, uningdan yozda foydalanishni bilgan. Bundaq muzxonadagi muzni yozda xotirjam saqlag'ili bo'ladi. Shunga xalqimiz yozda bo'libmi o'rma, xoman mezgillaridagi issiqlarda muzxonalardagi muzga qatiq, suzma, ba'zida shirni qo'shib aralashtirib to'g'ab ichib huzurlangan. Bundaq to'g'ab tabiiy muzni asos qilg'achqa odam badaniga ziyon qilmaydi. To'g'ab odatda bir necha xil bo'ladi. Bir xili muz, qatiq, suv aralashtirib tayyorlandi. Bundaq to'g'ab sap to'g'ab yoki oq to'g'ab deyiladi. Yana bir turi muz, qatiq, suv, uzum shirnisi bilan tayyorlandi. Xos qaymoq, chigidi sharbati, qora shakar yoki navat suvi bilan tayyorlanadigan turlari bor. Yozda oilaga mehmon chaqirganda mehmonlarga atab to'g'ab tayyorlandi. Ilgari mahallalarni birlik qilib, bir yoki ikki o'rinda muzxona hozirlanadi. Bu mehnatga mahalladagi erlar tang qatnashib, yozda uningdan hamma tang bahramon bo'ladi. Keyincha do'g'abchilik kasbi bilan shug'ullanadiganlar yurt-yurtlarda borliqqa keldi. Buning bilan do'g'abchilik bozorga yuzlandi. Bugungi kunda bu kasbning bozorlashishi texmo tez va chop-chop bo'lmoqda. Do'g'ab garchi tayyorlanishi oddiy, murakkab texnik talab qilmaydigan hunar bo'lsa-mu, lekin uningga xalqimizning oila madaniyati, mehmondorchilik engi, ichimlik madaniyati, kishilik munosabat qarashlari, savdo setiq psixikasi, sutchilik madaniyati qatorliq madaniyat andisi mujassamlangan. Hozir bozorlarda setilayotgan do'g'abning muzlari sun'iy to'natilgan bo'lg'achqa, uning pokizlik darajasi alohida yuqori. Muzxonalar qachilangan tabiiy muzlar hozir ishlatilmaydi. Xaridorlarning pokizlikqa bo'lgan talabi barg'ansir oshmoqda. Do'g'abning xurujlariga hech qanday sun'iy xuruj aralashtirilmagan, sof, pokiz, tabiiy ichimlik bo'lg'achqa, yoz kunida ussigan har qanday odam bemalol iste'mol qilaveradi. O xalqimizning yemak-ichmak madaniyatini yanada ishkirlab tadqiq qilishdagi muhim bir tema. Xabarlarimizni ko'ngildan rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.